Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa bugun yana biz Bo'ydada Yangi Qo'rg'on shaharchasida Ahadjon akani xudo xolasa showroomlariga kelganmiz. Bugun sizlarga stol stullar va miyaqki mebellarda turlari, sifatlari qanaqa va narxlari qanaqa hammasini birma-bir yoritib beramiz xudo xolasa. Assalomu alaykum Ahadjon aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Obunaga yaxshimisiz? Rahmat. Aka, endi bugun sizga hozir obunachilar nomidan savollarimni borini beraman. Siz Xo'p. Aka, bo'lmasam boshladik biz. Adresimizni birinchi o'rinda aytib o'tamiz. Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'onmi bu? Yangi Qo'rg'on, Beglar mahalla. Beglar mahalla. Eski Toshkent betay desa hamma biladi. Xo'p. Bo'lmasam Telegramdan yozsa, lokasiya tashlab beraverasiz. Tashlab beramiz. Xo'p. Aka, obunachilarimiz zerikib qolmasin. Endi narx-navolarni hammasini birma-bir yoritib bering aka. Bunimiz yumshoq mebelimiz razmeri necha va fasoni qanaqa, nima deb nomlanadi? Hammasini. Bunimizni razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlari 330 ga 230. Materiallari 100% mo'yshi, yaxshi matodan ishlatilgan. Ichlari pampers prujina. Ertadan keyin cho'kib qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi degan narsalar bo'lmaydi. Xudo xolasa 3 yilga garantiya beramiz. Xon taxtalari MDFdan ishlangan. Oyoqlari ham simmalar gullar bilan chiroyli qilib bezab qo'yganmiz aka. Oyoqlari ham MDF. Xo'p. Puli necha pul endi buni? Puli 5,5 million aka. 5,5 million. Hozir eshitdim 6 million 200 ming so'm sotib turgan ekan. Endi aka bizni kanalga yanajicha o'tadigan joyi bormi? Xudo xolasa, sizni kanalingizni orqasidan kelsa, ozgina o'tib ham beramiz. O'tiladi-a? O'tib beramiz. Gap. Gap. Obunachilar bemalol aloqa chiqib, savdolashib olaverasizlar. Bu tarafda bu nima deyiladi aka? Bu modelimiz Chester aka. Chester. Buniki ham 100% mo'yshi, pampers prujina, ichlari 100% sasnadan yig'ilgan aka. Xonlari ham kattami aka buni? Buni razmerlari ham aka 430 ga 230. Xon taxtalari ham 90 ga 270. Pufiklari ham mana 3 ta aka buni. Shunaqa katta pufikdan 3 ta bo'ladimi? 3 ta pufigi bor. Xo'p. Bu yoq tarafda xuddi shuni boshqa rang, menimcha. Bu ham Chester. Fasoni bir xil aka. Ratsvetki endi rangi boshqa xolos. Xo'p. Hozir obunachilarga bularni hammasini ko'rsataylik, keyin pulini so'rayman. Obunachilar Viber juda ham katta. Bemalol xohlagan ranglarni tanlab olib ketishlari mumkin. Juda ham ko'p. Xo'p, bularni ko'rsatdik. Aka, endi eng qiziq joyi bularimizni puli. Bularimizni puli 6,5 million so'm chiqadi. 6,5 million so'm. Buni ham sizni kanalingiz orqali kelganlarga bunga ham bonusi bor. Bonusi bor. Dastavkasini aytaylik. Dastavka, uстановкасы vodiy bo'ylab besplatniy. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz albatta. Bor, dastavka 12 viloyatga bor. Bor, 12 ta viloyatga bor. Aka, endi bitta yana bitta stol stulimizni ham ko'rib qoldik. Bu aka nima? Bu stol stulimiz Xurram Sulton deb nomlanadi. Xurram Sulton. Xo'p. Materiallari Atagento turetskiy material aka. Oyoqlariga 3D aka, 100% yong'oq, qaynatib quritilgan yong'oq. Simalami endi bu naqshlar aka? Simal emas, yong'oqni o'zidan, taxtani o'zidan o'yib ishlangan. Voy, malades, gap yo'q. Xo'p, aka buni xoni ham bo'ladi-a? Yo donabey sotiladimi bular? Xon taxtasi ham bo'ladi. 12 talik stol komplet xon taxta. Xohlagan razmerda kimga nechtalik kerak bo'ladigan bo'lsa tayyorlab beraveramiz. Bo'ldi. Bu materialni nima dedingiz? Bu Atagento. Yo'q, yog'ochi. Yog'ochi 100% yong'oq aka, qaynatib quritilgan yong'oq. Xo'p. Xonlari bilan puli necha pul endi? Puli 9,5 million. 9,5 million so'm. Bo'ldi. Bu ham o'sha dastavka uстановkalari ichida. Yana endi aka yana bitta savol obunachilar nomidan. Materiallarini o'zgartirsa bo'ladimi? Materiallarini xohlagan rangi
o'zini taxtani rangini ham xohlagan rangida tayyorlab beramiz aka. Ha, hozir boshida ko'rdik oq. Buni ham oq qilsa bo'ladi. Buni ham oq qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Mebelning rangida Oq, pulida. jemshug, arex svet, mebelniy svet, xohlagan svetda tayyorlab beramiz. Pullarda qanaqa bo'ladi o'zgarishi? Pulida o'zgarishi bo'lmaydi. Yo'q, umuman o'zgarish bo'lmaydi. Umuman o'zgarish bo'lmaydi. Xohlagan rangida sepib beramiz. Jemshug desa jemshug, mokriy desa mokriy sepib beramiz. Arex desa arex, yong'oq svet desa yong'oq svet sepib beramiz. Pulida Bunaqasi bo'lmagan obunachilar. Xo'p, matosiga keladigan bo'lsak, qimmat matolardan, meni pardalarimni matosidan bo'lsin deb unida matosida razisiya qiladi. ha, raznisalar qanaqa? Unaqa katta bo'lib ketmaydi? Katta razisiya qilmaydi. Matoni o'zini puli qo'shiladi. Ha, bo'ldi. 500 ming, 200 ming, 100 ming bo'ladimi? Shunaqa matoni razisiyasiga qarab Fasonlar ham bor. fasonlar xohlagan fasonida tayyorlab beramiz. Xo'p. Aka qanaqa endi bunga obunachilarimizga osonroq bo'lishi uchun Telegram kanalmi yoki katalog tashlab berasizmi, nima? Endi xohlasa, o'sha Telegram gruppamiz ham bor. O'shanga o'tib olishsa bemalol bor. Gruppamizga o'tsa, gruppamizda ham bor. Hammasini bemalol ko'rishaveradi. Bemalol ko'rishaveradi. Bo'ldi, mana obunachilar. Bu yog'i Viber sirop ekan. Ko'rishlar uchun kataloglar bor. Spalniy garnitur, mягкий mebel, gorka, penal, hammasi bor ekan ustakada. Qani, sizlarni xudo xolasa kutib qolamiz showroomimizda. Hajon aka, bunimiz qolib ketibdi. Bu nomi nima deyiladi? Bu fason boshqacha ekan menimcha. Bunimizning nomi Monika. Monika. Hop. Monika deyiladi. Buniki ham aka Atagento turetskiy toza material. Kraskalari ham turetskiy kraska. Arzon kraskalardan ishlatmaymiz aka. Orqalarini qarang. Pardalikmi? Pardali qilib, chiroyli qilib yozib qo'yganmiz xon taxtalariga. Xon taxtasi 120 ga 320. Hop. Xon taxta ham bo'ladimi aka bu? Xon taxta ham bo'ladi. Mana oyoqlari. Bularni ham simmalar bilan chiroyli qilib bezab qo'yganmiz. Buni yot qistirsa, xon taxta qilib ishlatsa ham bo'ladi. Hop. Ikkitasi birda degani mana shu. Materiali nima dedingiz, yog'ochini? Yog'ochi quruq terak ekan. Endi Terak. yong'oqdan desa yong'oqdan, terakdan desa terakdan qilib beramiz aka buni. Hop. Pullarda razniца bo'ladi. Menga, uyimga 12 talik kichkina, 14 talik, 16 talik, 20 talik qilib bersangiz ham imkoniyati bormi? 36 talikka qilib berganmiz. Kimga nechtalik kerak bo'lsa qilib beramiz. Ha, unisida ham imkoniyati bor. Bu ham rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi-a? Pul o'zgarmaydi. Hozirgiga o'xshagan shampan svet qilib bersa ham bo'laveradi. qilib beramiz aka. Pulni razisiya qilmaydi. Do'stlar, akada narxlar vachi bomba ekan. Yana bitta uгологimiz ham bor ekan, aka. Bu ham Chestermi? Bu yevro fason, Yevro. yevro deyiladi. Hop. Arzonchi uголог so'ragan akalarga. Hop. 300 dollar. 300 dollar. 300 dollar. 420 ga 220. 4 ta tumba 270 ga 85 xon taxtasi bilan. Stoli ham kiradi shuni aka. Stoli bilan. Stoli bilan. Stoli bilan. Dastavkasi-chi? Dastavkasi nima bo'ladi? Dastavkasi 12 viloyatga bor. Hmm. Vodiy bo'ylab bepul boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda. Qaytish yo'q. Shunaqami? Aka 300 dollarga xona bilan, dastavkasi bilan vodiyga olib borib o'rnatib beriladi. Shunaqami? Pampers prujina aka bularimiz ham. Pampers O'tirgan Voy, joyimiz cho'kib молодец. qolmaydi aka. Garantiyasi beriladi. Garantiyasi beriladi. Bo'ldi. Aka telefon nomerlarimiz 93lik 979 86 96. Voy mashalloh. Gap yo'q. Aka, gapdan qaytish yo'q. Hozirgi men buni internetga joylayman. Bir dona edi, bundan tugab qoldi degan narsa bo'lmaydi. Bunaqa gaplar bo'lmaydi. Bizniki birinchi qo'l. Gap yo'q aka. Молодец. Do'stlar, akaga telefon qilib bemalol zakazni beraverasizlar. Xudo xolasa juda ham optim joydamiz. Endi sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi safargi videomiz qayerdan bo'lsin? Andijon, Toshkent, Namangan bemalol kommentga fikrlaringni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa o'sha o'zlaring tanlagan viloyatda ham narxlarni yoritib beramiz.